Qachondir kanal faoliyatini tugatish niyatingiz bormi? Xo'sh, qachondir tugatish niyatim bormi? Nima deb javob berishni bilmayman. Agarda uyimdagina bilib qolsa, albatta men kanalim borligiga qarshilik qilishadi. O'sha payt tugataman. Или shuncha tayyorlanib turib o'qishga kira olmasam yoki sertifikat ola olmasam, aniq tugataman kanal faoliyatini. Aniq, 100%. Birinchi muhabbatingiz bo'lgan. Birinchi muhabbat. Menimcha hammada birinchi muhabbat bo'ladi deb o'ylayman. Sevgi bilan muhabbatning farqi bor. Sevgi masalan hamma narsaga bo'lishi mumkin. Ovqat, kiyim, har xil narsaga bo'lishi mumkin. Hayvonlarga, masalan, muhabbat faqat bitta odamga bo'ladi. Menda esa ikkita odamga bo'lgan. Birinchi muhabbatim bu onam, ikkinchisi shuka. Sorry, uzr so'rayman shuka. Yo'q. Odamlarda birinchi muhabbat bitta bo'ladi. Menda ikkita. Birinchi muhabbatim ikkita. Bittasi onam, ikkinchisi shuka. Uzr so'rayman. Biror martasini qattiq xafa qilishganman. Hayot xafa qilyapti. Biror kimdir xafa qilmaymi meni? Hayot xafa qilyapti meni. Albatta xafa qilgan. Hamma xafa qiladi, qaysi birini aytadi? Bilmayman qaysi birini aytishni, xullas, xafa qilishgan. Hayotingizdagi eng unutilmas voqea. Drama и K-pop olamiga kirib kelganim. Eng yaqin armiya dugoningiz bormi? Albatta bor. Jixuna dugonim ham armiya deyarli. Maktabdagi 3 ta Nari, Jivu, Rami, o'shalar ham armiya. Jivuni dashiman oldin, mendan keyinroq armiya qilganman o'zim. Narini yaqinda armiya qilib bo'ldik. Uni ham jinni bo'lib ketdi, vites jinni bo'lib ketdi. Ramini endi armiya qilmoqchimiz hali. Sekin-sekin Nariga. Men bir o'zim Jivuni armiya qilishga urindim. Keyin Jivu ikkalamiz Narini armiya qildik. Narini 3 tamiz, endi Ramini armiya qilmoqchimiz. Kelishib ketinglar shunaqami. Shunaqa qiyin bo'lyapti Ramini armiya qilish. Agarda eng yaxshi armiya qilish, armiyalik bo'yicha reyting berilganda 4 tamizni oramizda men birinchi o'rin, Jivu ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin Nari, to'rtinchi o'rin endi Rami bo'ladi. O'sha menga aytmaydigan gaping nima? Men senga Fitfilonda 542 ta gap aytmaganman. Qaysi birini aytay? Kanal ochganda har doim tez kapib ketasan, qanday? Men bilsang fafikirman. Dehuna, men fafikirman. Hamma deyarli armiyalar fafik o'qiydi. O'shandan keladi menga qala obunalar. Yana bilmayman. Fafik yozishimdan keladi. Sana fafik yoz. Sen yozib beruvding, bir paytlar yoz, o'sha YouTube'ga qo'y. Hayotda armoningiz bormi? Bor bo'lsa nima? Men armon degan narsani shunaqa nima deb tushundim? Biror narsani qila olmagan bo'lsang, yo qilib qo'yib afsuslanayotgan bo'lsang, armon bo'ladi degan to'g'ri tushundimmi? Agar to'g'ri tushunmagan bo'lsam, komment yozib qoldiringlar. Qilmagan ish, qilib qo'yib xato deb biladigan ishim bu fafiktub ochish. Mayli ochishga ochding, mayli yaxshi, o'zing qiziqding, ochding, nega o'chirib tashlaysan? O'sha o'chirib tashlagani meni armonim bilaman. O'sha xato deb biladigan ishning armoning deb bo'larmikan, shunaqa deb tushundim. Nimaga o'chirib tashlading fafiktubni ochishga ochib? Armonim shu. Qachondan beri armiyasiz? Aytib o'tganimdek 4 yildan beri armiyaman. BTSni qanday tanigansiz? Ya'ni qachon va qaysi videodan keyin? Hech qaysi videodan keyin. Jixuna dugonam o'rgatgan. 4 yil oldin. Jixuna dugonam ko'p tilga olyapti. Ko'rsam edi Jixuna dugonam. Ko'rdinglar, uni menga qancha oilasi ekan. Rahmat. Qachondan beri fabrikadasiz? 1,5 yil. Lekin menimcha 2 yil. Chunki men to'shna 2 yil oldin fabrik o'qiganman.
Bir kuni osmonga qarab aytganman, tur men emas kerak deganmanda, kechasi bilan uxlamay 2 kun yozib chiqqanman deganman. O'ylab, keyin yozda yozgan o'ylab aytgan bo'lsam, o'ylagan bo'lsam, kuzda uni YouTube'ga qo'yganman. Yozadigan fanfiklaringiz hayotingizda qanaqadir o'rni bormi? Ya'ni hayotingiz bir qismida albatta bor. Masalan, men kutgan inson. Uni birinchi yozgan fanfikim. Birinchi. Unutilmas. Bir ko'rishdayoq muhabbat. Bilesning sevgisi juda ko'p so'ralgan. Masalan, juda ko'p prosmotr olib kelgan, obuna olib kelgan. 4 dugonani aytmay qo'ysa ham bo'ladi. Juda ko'p obuna olib kelgan, prosmotr juda ko'p so'ralgan fanfiklardan bittasi. Ya'ni diniy fanfikim ham bor. U yaxshigina menga aktiv olib keldi. Ya'ni yangi chiqayotgan fanfikim ham o'sha. Men ham yaqinda yangi qismini chiqaraman. Judagina yaxshigina obuna olib kelganlar shu fanfiklar. Hammasi bir o'rni bor, hamma fanfikni. O sanab o'tirsam juda ko'p. O'zi video chizilib ketyapti. BTSdan boshqa K-pop guruhlariga muxlislik qilasizmi? Albatta. Masalan, Blackpink, Blink, Stray Kids, Baby Monster, EXO shularga muxlislik qilaman. Pop yulduzlaricha chet el o'zbek. Chet eldan Billie Eilish, Lana Del Rey, Johnny, o'zbeklardan Konsta, Tohir Sodiqov va shunga o'xshashlar yana. Drama ko'rasizmi? Sizni birinchi ko'rgan dramangiz? Albatta drama ko'raman. 3-4 yildan beri drama ko'raman. Birinchi ko'rgan dramam Asl go'zallik, ikkinchi ko'rgan dramam Qo'shnimiz EXO, uchinchisi adashmasam Quyosh avlodlari edi. Hozirgi paytga qarab 200 ga yaqin drama ko'rdim. Yaqinda rekordni qo'yaman, 200 ga yetkazmoqchiman yaqinda. Fanfiklarga qiziqib shunday kanal ochganmiz yoki shunchakimi? Oldin men sinfdosh dugonam bo'ladi, sinfdosh qiz. O'shani opasi kanal ochib bergan. U payt taxminan biz 5 yoki 6-sinf edik, esimda yo'q toshnasi. O'sha payti uni opasi kanal ochib bergani menga. Bizga yuritinglar kanalni unaqa deb Disneyland edi-da uni nomi. Hozir yo'qolib ketdi u kanal. Keyin biz adminlik qilib yuruvdik, uni opasi ega edi. Keyin opasi bilan urushib qo'yganda o'sha payti turdi, aytdi. Opam bilan urushib qoldim, kanal ochib tashladi dedi. Ha dedim. Keyin oradan ancha vaqt o'tgandan keyin yana ochib beribdi opasi kanal. Keyin yana o'chirib tashladi, bir nimalar bo'lib ketdi-da. Keyin dugonam o'zi kanal ochdi. Izdan keyin men ham o'zimga yana yangi kanal ochdim, drama kanal. O'shandan keyin sekin-sekin men fanfikka qizib boshladim. Fanfikda YouTube'da ochdim birinchi kanal. Keyin bitta qiz bilan tanishdim. U ham fanfik o'qiydi ekan, u Telegram kanal ochdi. Keyin turib men ham Telegram kanal ochiy dedim-da, Telegram kanal ochdim va asta-asta ko'tarilib ketdim, ko'palayman. Fanfik olamiga qanday kirib kelgansiz? Bu savolga ko'p marotaba javob berdim. Javob berishim kerak deb o'yladim. Qaysi fanfiklar sizga ko'proq yoqadi? Birinchi navbatda o'zim, ikkinchi navbatda ular. Somi, Ariana, Kim Namok, Min Jae-hye, Jeonmin, Abilona. Uni hozirgi akkaunt Abilona, adashmasam oldingi akkaunt Ayri, Yuna, Jikilimi, Munxon deb aytishadi, to'g'risini nima? Kanalimdagi admin, Telegram kanalimdagi admin Luna Vasper. BTSga qachondan muxlislik qila boshlagansiz? 4 yil oldin muxlislik qila boshlaganman yozda. Fanfik yozishingizni va kanalingiz borligini ota-onangiz biladimi, bilmaydi? Bilsalar men tugadim. Bilmaydilar. Men sizga fanfik yoki fanfiklar tavsiya qilsam o'qiysizmi? Albatta. Masalan, Luna Vasper kanalidagi admin juda ko'p fanfik tavsiya qilgan, hammasini o'qiganman. Sizga eng yoqtirgan fanfik YouTuberingiz bormi? Aytib o'tgan boyagi fanfiklarim. Siz YouTube'dagi fanfiklardan ham o'qib turasizmi? Ya'ni boshqa YouTube'dagi fanfiklarnikini albatta o'qiyman. Aytib o'tganlarimdan boshqalarnikini ham o'qib turaman. YouTube'da siz hurmat qilgan va siz uchun mukammal, ya'ni siz unday bo'lishni xohlagan YouTuber bormi? Hurmat qilganlarim, boya aytib o'tganlarim, o'shalarni hurmat qilaman YouTube'da. Men uchun mukammal bu o'zimman. Men o'zimga o'xshashni xohlayman.
o'zimga o'xshashni. Balkim ularga aytib o'tganlarimga o'xshashni xohlarman, shuning uchun yoqtirarman ularni, balki.